git qasri borlar o'ylab qolaman genç ol dunyoga buncha o'ch bodam cho'ntak bo'sh bo'lsa bosma qadam yor bilan ketdi qisidan shukr zulmat oylik ulug' ne'mat yo'q inson qiymat dunyo Надо защитить тебя. Uzunman yomon uzunman aybdor ish uyat or doim sabab bor hammada ayb bor bandasi gunohkor uzunman yomon uzunman aybdor ish uyat or doim sabab bor tushunamiz bilamiz beayb parvardigor lekin o'sha ayblaringni oz ko'p me'yori bor tayyorman har doim qiyin vaqtda aldagani o'zim ham bilaman aldaganda qiynalganim ichimdan sezaman vijdonimga yengilganim ba'zida qo'rqaman balki shudir yiqilganim uyimdan chiqaman rejalarni bajargani fahsh domiga tortadi unutaman rejalarni test tugasaydi kun tuni kutaman yashagani vijdonimni ovozini tutum bilan o'shirgani poyga men o'ynagan poyga pichoqsiz so'ygan ertakmas borga spot bor so'ralgan joyga Double kill. orqasi bor beg'ubor qog'ozga xumor iblis qurgan bozor olovga navbat qator u sotadi biz olamiz hammamiz xaridor atrof to'la ayyor bugun ming xil turda qimor tugamasa ertalabgacha jumboqli savollarim faqat yomon xayollarim yorug' kunni ko'ra olmadim qani edi kelsa uyqu shu zahot uxlab qolardim halovatni bersa kreditga shuni ham olardim yolg'izlik tuyuladi juda uzoq abadiy emas hammasi o'tib ketadi hayot barchaga qo'yadi tuzoq aylanib o'tmasang yutib ketadi o'zimman yomon o'zimman aybdor ish uyat or doim sabab bor hammada ayb bor bandasi gunohkor o'zimman yomon o'zimman aybdor ish uyat or doim sabab bor tushunamiz bilamiz beayb parvardigor lekin o'sha ayblaringni oz ko'p me'yori bor uni kimdir qiynalmagan u saroyda sinalmagan muhokama qilma satrlarim senga atalmagan menga baho berma senga bunga ruxsat berilmagan yig'ishtir xom xayollarni ayinmasdan qaritadi qilgin tasavvurdamas amalda baxt kulib boqadi eshitmagin nokaslarni ular faqat kesatadi yotib xayol surishmas hayotni aql bezatadi poyga men o'ynagan poyga adashma har kun har soatda o'rgan yechimni beradi sinovni bergan faqat qarz bilan ko'p kutamanmi vaqtni havas bilan Triple kill. bilan dushman qanotsiz ko'rinmas qafas faqat men kulamanmi o'yinimda qarz bilan ko'p kutamanmi vaqtni havas bilan chuqur nafas bilan so'roq va bahs bilan dushman qanotsiz ko'rinmas qafas tamam uzunman yomon uzunman aybdor poyga pichoqsiz so'ygan so'qadi biz olamiz abrobey vijdonimni ovozini tutum bilan o'chirgani Здоровье на исходе. Подлечись. Quadra kill. На карте доступен разный транспорт. Используй его, чтобы передвигаться быстрее и даже сбивать врагов. Hayal bilan olarman eskak unutib go'zal damlarda bugun tushda uçup sevar edim kabi tobiy jazosudu she'r yozaman yengda sukut qo'lda tutib hayal bilan olarman eskak unutib go'zal damlarda bugun tushda uçup
Sever edim kabi tabi cezasıdır Seni yozaman yengde sükut kolda tutur Edi gözüde osmon mücessem Esardı şabbada sochni silassam Sho'shardim yoningga ko'rgani kunda Tunda tushda birga hatto uxlassam Yuragim tubida faqat tub bor edi Boshqasi yomg'ir u oppoq qor edi Usiz qiziqmas u bilan zor edi Telbada sevardim ko'zlarim ko'r edi Unutdim deyman yurak unutmadi Ovozing sog'inmay biror tun o'tmadi O'sha kundan keyin xuddi tong otmadi Qanchasi urindi seni o'xshatmadi Xotinma kulmidi kechish osonmidi Deyishsa kambag'al sababi shumidi Ularga baxtam qog'oz ustunmidi Sotib ololmadim sevgi bozormidi Shunsan edi kelmaysan nechun mana edi izlayman har kun qani edi izlaysan bir kun qani edi bormayman nechun sana edi kelmaysan nechun mana edi izlayman har kun qani edi izlaysan bir kun qani edi hayol bilan olarman eskak unutib go'zal damlarda bugun tushdim ku sevar edim kabi tabi До безопасной зоны путь не близкий. Лучше выдвигаться прямо сейчас. hayol bilan olarman eskak unutib go'zal damlarda bugun tushdim ku sevar edim kabi tabi jazosidir Seni yozaman yengde sükut kolda tutur Yaramas Jo'xa, har doim men bilan hazillashasan. Endi men sen bilan hazillashaman. Qarab tur, he, zo'r prank qilaman senga. Bu g'oya meni miyamni o'ng burchagiga kelib qoldi. Hozir ko'rasan. Hech kim qilmagan prankni senga men hozir qilaman. Tayyor tur, yaramas Jo'xa. Hozir. Ertalab turganingda sen mana bu tuzoqqa duch kelasan. Bu tuzoq esa seni cho'chitib yuboradimi, qo'rqitib yuboradimi yoki hayratlantirib yuboradimi? Buni bilmadim, lekin ancha nimadir bo'ladi. Короче, hayron qolasan. Menga qilgan ishlaring uchun buni hammasi senga tuzoq bo'ladi. Yaramas Jo'xa. Meni kallam zo'r ishlaydi. Mana bu narsalarni zo'r rejalashtirib chiqaman o'zi har doim. Yaxshi, menimcha juda ham zo'r. Endi tepa qismiga qog'ozlarni o'rnatib chiqaman. Chunki unitaz ishlatilgandan keyin qog'oz ham kerak. Men aqlliman, mendan aqllisi yo'q. Juda ham aqlliman. Yaramas Jo'xa, menga qilgan ishlaring uchun bu senga tuzoq bo'ladi. Ya'ni bu senga javobgarliging uchun bu nima desam ekan? Xullas bu senga-da, короче. Tayyormisan? Eshikka ertalab chiqqaningda ko'rasan. Men aqlliman, aytyapman, baribir men zo'rman, men sendan zo'rman, Jo'xa. Eshitdingmi, zo'rman. Barchaga assalomu alaykum sizlar. Yana Jo'xa havasli yangi videodasizlar. Mana siz ertalab uxlab qolibman. Aytgancha jigarlar tez kanalga obuna bo'linglar va videoni oxirigacha ko'ringlar. Men esa har doimgidek o'zimda xolis jonimga chiqib hozir ishlarni qilishim kerak. Juda ham bo'lsa hosil-ku yeb ketgan demoqchi edim. Tushunmadim. Tushunmadim. Kim? Axir bu qanaqasi kim bu yerga qo'yib ketdi, men tushunmadim. Oho, uyimni bezatib qo'yibdimi? Nima qilgan? Qaysi yaramas bu ishni qilib ketdi. Nahotki uyimning atrofini shu narsalar bilan to'ldirib tashlagan bo'lsa. Yo'q. Kim qildi ekan? Bosh yetmay turuvdi. Nimaga bunaqa qilib ketdi? Yaramas qaysi jetel qildi ekan? Hozir to'xta. Hoy yaramas jetel, sen qilmadingmi? Nima qilish kerak? Uyimning atrofini nima qilgansan? Ketaysan, men seni uying bilmasam qayerdaligini. Yaxshi, demak sen qilmagansan. Axir kim bunaqa ahvolga solib ketdi, tushunmadim. Hozir to'xtanglar-da. Stop, mana bu yerda axir meni YouTube'ga videolarning kameram bor. Mana shu kameraga menimcha tushib qolgan bo'lsa kerak, videoni telefonimga o'tkazib olay. Yaramas, qo'shnim qilgan ekan.